qanaqa kiyim xarid qilsam ekan deb hali ham o'ylab o'tiribsizmi? Hech ham o'ylashga hojat yo'q, chunki Xadija brend optoviy magazinimizda sizlar uchun juda ham chiroyli premium kачестводagi ko'ylaklarni podborkasini tayyorlab qo'ydi. Birinchi ko'ylagimizni obzordan boshlaymiz. Qizlar shunaqa необычный stilda, необычный uzorlar bilan qilingan. Qizlar qaranglar, qanaqa нежный bo'lib turadi ustinglarda. Ikkinchi variantligini ham ko'rsatib o'taman. Bu bizda shunaqangi yashil aralash uzorda qilingan. Bu ham juda ham bejirim, juda ham chiroyli turadi ustida. Oldinlarini ko'rib turganingizdek, shunaqa knopочный qilib ishlangan, yoqali, klassika variantda va shunaqa men eng yoqtiradigan stildagi, ya'ni garoshka variantda ham bor, bejevый va shunaqa choko garoshkaligi bor. Hammasi juda ham premium kачествоda, turetskiy trikotaj, bemalol yuvib kiyorsanglar bo'ladi, kirishib ketmaydi eng muhimi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari atiga 189 ming so'm, razmerilar ham bor. 50 dan 60 gacha bemalol o'zingizlarning razmeringizni tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Hammalarni Xadija brend optoviy magazinimizda kutib qolamiz.